2005-yil yosh bolaman-da o'zi. Lekin odamlar menga 21 yoshli katta odamga muomala qilayotganda menga yoqmaydi. Men u dokumentga qo'l qo'ymadim, mana katta bo'lish degan dokumentga. Nima yo'nal qilishyapti u? Men tengilar ba'zilarini bolalari bor, tasavvur qilinglar. Men hali ham osmonda vertolyotda ovozini eshitsam qarab turaman. Tanki o'tib qolsa ko'rinmay qolguncha qarab turaman haligingga. Xo'rozqand, olmaqandda oldan prosta ko'rmaganga olib o'tib keta olmayman men. Hali ham soat 7 da dangim 8 da yoshlardan ishani bo'lyapti deb o'ylayman. Qanday qilib men tengilar ba'zilariga kredit berilgan, tushunyapsizlarmi? Bank ularga inson sifatida ishonib kredit ajratgan. Ha biz kecha 100 dollarni qo'shniga olib chiqib berishdi ishonmasdi dadamiz, $1 olib chiqib berishdi ishonmasdi bu. Qachon bunaqa katta 30 yoshli akalarga savol. Akalar buni buyog'i faqat pasmi? Shu pikimiz 12 yoshimizda bo'lganmi deb o'ylayapman-da. Kechagi kun bugungina yaxshiroq men doim.